Demak, quyidagi misolni yechishga harakat qilamiz. Shart bo'yicha xaritada 4 ta shahar, ya'ni Qarshi, Toshkent, Nyu-York va Pekin shaharlari joylashuvi berilgan va joylashuvga ko'ra Qarshi Toshkentning g'arbida joylashgan. Demak, Toshkentni belgilaydigan bo'lsak, Toshkentga g'arb tomon quyidagi taraf. Bu demak shimol, bu sharq, bu janubga to'g'ri keladi. Demak, Toshkentning g'arbida Qarshi shahri joylashibdi. Boshqa harflari bilan belgilayapmiz va Qarshi Nyu-Yorkning sharqida joylashgan. Demak, Nyu-Yorkka nisbatan sharqda. Demak, bu yerga to'g'ri keladi, ya'ni Nyu-Yorkning sharqida. Demak, sharq tarafga to'g'ri kelyapti. Demak, bu Nyu-Yorkning shimoli, bu esa g'arbi, bu esa janubi. Ana endi Pekin esa Qarshining janubida joylashgan. Ya'ni Qarshini janub tarafida. Qarshiga janub pastga to'g'ri keladi. Quyidagi tarafda joylashgan Pekin. Ana endi misolning shartiga e'tibor beramiz. Toshkentning janubi-g'arbida qaysi shahar joylashgan? Janubi-g'arb deganda aynan janub bilan g'arbni o'rtasida joylashgan shahar tushuniladi. Ya'ni o'rtasida joylashgan joylashuv tushuniladi. Demak, javob Pekin bo'lar ekan.